Arendaga, ya'ni ijaraga tayyor 4 ta xona oilaviy yashashingiz uchun Mirzo Ulug'bek tumani Massiv Feruzada joylashgan xonadonni ko'rsataman. O'zimni bitta yaqin akamlarniki kiruverishi katta prixoshkamizda qilingan. Kirganimizda o'ng qo'lda bu yerda razdelniy sanuzyulimizda joylashgan. Ro'paramizda bo'lsa bitta katta zal, jihozlari, divanlari qo'yilgan. Bu yoqda oshxonamizga o'tiladi, balkonimizda stul, razdvijnoy eshik, bu yoq tarafimizda bo'lsa oshxonamizda qilingan. O'zi hamma ko'rayotganingizdek jihozlari bilan tayyor qilingan. O'zi 5 ta xona ekan, bitta xonasini yopib qo'ydim, narsalarim turibdi. 4 ta xonasini bemalol foydalanishsa bo'ladi deb aytdilar. Bu yoqda bo'lsa shunda o'tganimizda katta yotoqxonamiz, spalnyamiz joylashgan. Endi xonadan xonaga o'tiladigan bo'lgan ekan. O'z planirovkada mashina shunda to'silib, bu yoqqa alohida kiriladigan bo'lgan, ochib yuborilgan. Ko'rayotganingizdek. Keyin bu mana shu yopiq xonamiz, yonida yana bitta xuddi shunaqa zal, buni stullari shundoq qo'yib beriladi. Bu yoq tarafimizda bo'lsa yana bitta spalnyamiz o'zini tayyor jihozlari bilan tayyor qo'yilgan. Oilaviy ijaraga joy qidirayotgan bo'lsangiz, kelib ko'ring. Massiv Feruzada joylashgan. Joyi egalarini primoy telefon raqamlarini yozib qo'yaman. Narxiga keladigan bo'lsak, $500 so'rayotgan ekanlar. Telefon nomerini yozib qo'yaman. Keling ko'ring. Yana tepasida primoy egasi bilan gaplashaverasiz.